30 ta odam bor, xudo xolasa 1 soat, 1,5 soatda chiqib ketamiz. Aka, avtobus masalasida nima deb tavsiya berasiz? Bekinmi yoki? Bekinganingizga ochyapman. Yaxshi. Sharoiti zo'rmi aka avtobusda? Nima deb tavsiya qilasiz? Qayerdan kelyapsiz aka? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Jizzaxlik akalarga nima deysiz? Nima deb tavsiya qilasiz aka? Kelinglar shu avtobusga zo'r. Cho'tkimikan avtobuslar yangimikan aka? Yangi aka. Gap yo'q, rahmat. Zaryadchilar ishlayaptimi aka? Ko'rsatib qo'ying. Ishlaydi aka. Mana zaryadchilar ishlayapti. Konditsionerlarimiz bor, 3 ta monitorimiz bor, 2 ta monitor, 3 ta kameramiz bor. Suv sovuq suvga sharoitlar bor, tualetimiz bor, lekin ochib bera olmaymiz tualetni. Nima deb tavsiya qilasiz aka? Akamizni ham bir intervyusini olaylik-chi. Mana sharoitlar yaxshi, zaryad qo'yadigan joylari bor. Issiq suv, sovuq suvlar bor. Sizdan keyingi odamlarga nima deb tavsiya qilasiz aka? Shu avtobuslarga keting sizlar deb tavsiya qilaman. Siz nima deb tavsiya qilasiz aka? Men ham shu kishiga qo'shilaman. Va alaykum assalom. Cho'tkimikan avtobusda yolg'on yo'qmikan aka bizda? Primoy Toshkentda o'tiryapsizlar aka? Shunday, xuddi shunday. Qo'ylovdan. Bugun endi Moskvaning avtobusiga chiqamiz aka. Bu Kazanda avtobusi. Olib boraylik. Sizlar aytdim, konditsioner bor joyga chiqib o'tirasiz, istabir ta'lim berib pastda odam. Shunday istabir. Assalomu alaykum. Opa, qaysi shaharga ketyapsiz? Rizanga. Avtobus yo'qdimi? Ha, yaxshi. Cho'tkimikan avtobus? Zo'r ekan. Konditsionerlar ishlayapti opa? Zo'r. Aka, qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum. Samarqanddan. Samarqandlik akalarga nima deysiz aka? Yaxshi, hamma Avtobus cho'tkimikan sharoitlar yo'qdimi aka? Yolg'on yo'qmikan? Primoy Toshkentda o'tiryapsiz, qaysi shaharga ketyapsiz aka? Moskvaga bo'lyapti. Moskvaga ketyapsiz. Zaryadchilar ishlayaptimi aka? Mana yerda bo'ladi aka zaryadchiga mana. Ishlayapti-mi? Akalar bitta intervyu berasizlar. Qayerdan keldinglar aka? Samarqand. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Samarqanddan. Samarqandlik akalarga nima deb tavsiya qilasiz aka? Siz orqangizdan keladigan insonga bo'lsa. Yaxshi, hamma sharoit bor. Cho'tkimikan avtobuslarimiz, yangi avtobuslarmikan, zaryadchilar ishlayaptimi aka? Konditsionerlar ishlayaptimi aka? Ishlayapti. Avtobus yo'qdimi sizlarga aka? Yo'qdi, yaxshi. Mana akalar, opalar, singillar kelaverasizlar. Avtobusimiz hammasi yangi, Uz Avtotrans. Qozog'istonga ishonib olmanglar. Primoy Toshkentdan O'zbekistondan o'tirasizlar, aziz yurtdoshlar. Kelaverasizlar. Telefon nomerlarimizni ekranga qo'yib qo'yamiz. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.